farqliq bo'lganligi uchun u yerdagi narsaning bo'lgan degan vaqtda har xil shaklda bo'lganligining o'zini ko'rsatadi degan gap. Ya'ni buningdan biz qadar deganning o'zidan, ya'ni yaratilish qadardan nimani bila olmaymiz degan vaqtda yaratilish qadardan ya'ni her narsadaki vücududaki maddelarniki farqliq u narsaga urilishi, u narsadaki farqliq vücudga kelishini keltirib chiqarganligini. Yani farqliq o'lchamda urilishi, farqliq bir o'lchamdagi bir mahluqning o'zini vücudga keltirganligini bildiradi degan gap. Qadar o'lcham, ya'ni nimadaki bu aqida kitoblar deyilgan o'xshash, qadar deganning o'zi Alloh taolo taqdir qilib etib, insonniki peshonasiga yezib etgan bir narsa olmasdan, bu faqatla o'zi Allah Taola'niki yaratilish, hozir yaratilish ustida ketayotgan bo'lg'achqa, yaratilish haqidagi, ya'ni u narsa yaratilgan narsadagi vujudga chiqish uchun bekitilgan o'lchamlarning o'zini ko'rsatadi degan gap endi. Bu yaman tushunmekmi ters bir mesele iken. Endi bu bizniki burun tarafı düşünüp kelgan narsa boshqacha bo'lg'achqa, aşnıval bu halkı nihayet qattiq o'zi bir yakalamaydigan bir mesele. Bu burunqi meselede, burunqi qazo va qadar meselesida hamma narsani Alloh taolo bekitib etgan, insonlar poyezni realistik sep qo'ygandeklar, shunday bir sep qo'ygan. İnsan şu realistik mangadi, boshqa hech qanday bir yerga boramaydi degandeklar, shunday bir narsani yezib qo'ygan. Ama Qur'oni Karim degan vaqtda buni ikkiga bo'lib yaratishga qazo degan vaqtda mana hozirgi deyilib o'tgandek Qur'oni Karimdagi va xalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira deganning o'zida Alloh taolo hamma narsani aniq bir o'lcham bilan yaratdi deganlikni biz nimani bila olmaymiz degan vaqtda her narsaniki vücudga keltirgan vaqtda Alloh taolo uni ijod qilgan vaqtda u narsaniki vücudidagi moddalarniki o'lchamini aniq bekitdi degan gap.